Tak, bugun biz zo'r joyga ketamiz. 3 ta lokatsiyaga boramiz. Har bittasini bitta ko'rsatib chiqaman. Tak, bu bizni birinchi lokatsiyamiz. Bu tabiat ostidagi muzey ekan, tarixiy obidalarni joylashgan joyi. Keyingi lokatsiyamiz Kokosovый ro'shchaga lotkalar degan shunaqa shapkalanki yorib, uyimizni ko'rinadigan. Shapkalanki yorib ketdi. Hamda ham militsiya bor ekan, Vyetnam militsiyasi keldi. Mana shapkalanki beralarni kelib o'rganasiz. Vyetnam militsiyasi qanaqaligini zo'r. Tak, biz 3-chi lokatsiyamiz bu Eski shahar degan joyga. Eski shaharga shunaqa alleyada peshkom yurib borilar ekan. Qani borib ko'raylik-chi, nima ekan shahar, a? Mehmondo'st xalqaga ustun ko'ylaklarni kiyib borishdi.